Atiga 50 mingga kattagina bir patnis shokoladli tort tayyorlaymiz. Tuxum bilan shakarni oppoqqina bo'lguncha mikser qilib olamiz. Alohida idishda esa quruq masalliqlarimizni bitta qilib aralashtirib olamiz. Yana alohida idishga esa sut bilan qatiqni bitta qilib olamiz. Oppoqqina bo'lib ko'pirgan tuxumimizga suyu masalliqlarimizni va 200 gram o'simlik yog' qo'shamiz. Quruq mahsulotlarni esa 3 ga bo'lib qo'shib aralashtiramiz. Eng so'ngida bo'lsa 100 gram issiqqina suv qo'shamiz. 30 ga 40 listga pergament qog'oz solib 2 ga bo'lib 180 gradusda pishirishga yuboramiz. Eng mazali bo'lgan krem tayyorlab olamiz. Zgushoniy moloko, varyoniy moloko va yumshagan sariyog' bilan krem qilib olamiz. Pishgan korjlarimizni 2 ga bo'lib olamiz. Xohishga ko'ra propitka qilsanglar ham bo'ladi, qilmasanglar ham bo'ladi. Men qilganim yo'q propitka, lekin o'zi juda ham yumshoqqina bo'lib ketadi. Albatta sizlar ham tayyorlab ko'ringlar. Bu juda ham hayotingizda yegan eng shirin shokoladli tort bo'ladi. Menga obuna bo'lishni va duolaringizni meni eslab qo'yishni unutmanglar. Sog' salomat bo'linglar.